Ну, честно, проверенный narsa. Men hech qachon o'zim bilan, o'sha o'zimni yoshligim, kichkinaligim bilan gaplashmagan ekanman-da. Вот уже bugun gaplashyapman, ko'zimga yosh keldi, to'g'risi. Endi sizlar ham o'zingizlar meni psixologinglar deb tasavvur qilib ko'ringlar. Mana kichkina o'zinglarga nima degan bo'lardinglar masalan? Birinchi sinfsizlar, yoshliginglarga qarab olsizlar, unda qarasanglar o'zi atvet bo'lar ekanda. Masalan, men buni xohlamayman. Masalan, gapirsanglar, u ichinglar, o'zinglardagi ichinglar, yoshliginglar ichinglarda muzlab qolgan o'sha paytda eshitmagan gaplaringlar bo'lishi mumkin. O'sha paytda o'zinglar men sen bilanman, men всегда sen bilan qolaman, men seni yaxshi ko'raman. Hech kim senga ishonmasa ham men senga ishonaman, men seni поддержка qilaman deb o'zinglar bilan gaplashib turinglar. Ichinglardan qanaqadir ovoz kelar ekan. Odam birinchi o'rinda o'zini yaxshi ko'rish kerak-da. Motivator.